Bugun dam olishgingiz? Ha, bugun dam olaman. Faqat eshikni hech kimga ochmaylik. Kim kelsa ham ochmaymizmi? Kelishdik. Hali o zaman qo'ymabdi. Kim ekan? Dadam. Necha soat o'tib ketdi? Hali ham ketmadimikin dadam? Kim ekan? Dadang aka. Nima yig'layapsan? Dadam bechora bizni ko'rgani ataylab uzoq qishloqdan kelgan. Eshikni ochaylik iltimos. Bo'pti, bor eshikni och. Keling dadajon. Uydagi seni o'raging pishuvdi. Birinchi bo'lib o'zingni og'zing teksin deb olib keldim-da, jon qizim. Yaxshi o'tiribsanmi? Qodirov, tabriklayman, qiz ko'rdingiz. Yusupov, Turun, tabriklayman, qiz ko'rdingiz. Qiz? Men qiz ko'rdimmi, opa? Nahotki. Opa, qiz ko'rdimmi men? Qanday yaxshi. Qanaqa bolasan? Qiz ko'rganiga shunchalik xursand bo'lyapsan? Aka, menga eshik ochadiganim tug'ildi. Aka, Qizlar bor bo'lsin, begoyimlar bor bo'lsin.